Dada yaxshimisiz? Ha, qalay bolam? Bugun videoda yana men ko'pchilik so'rashyapti, o'sha yig'ilgan paytinglarda rosa maza qilib qaqillashib kulishasizlar. Nimalarni gaplashasizlar? Shunaqa paytda bizga ham aytinglar deydi. Uni ichida 80% bemaza gaplar, uyatli gaplar. Ulfa, Jasur, ukalarni yig'ilsa, Kamola hammasi bemaza gaplar. Endi hazillar nima deydi, yumorlar hayotimizda juda ko'p bo'lgan. Hozir Ra'no o'zing ham eshitmagan narsani hozir aytaman, xafa bo'lmaysan, maylimi? Qaysi? Mana misol uchun bugun ertalab kakas ayang bilan shuni eslab kuluvdik-da. Bugun haligi Hasan Husanlar bilan gaplashdik, ikkalasi bilan ham gaplashdik. Shunaqa bitta joyda o'tirgan ekan. Hasan Husan biz 2 oydan beri ingliz tilini o'rganyapmiz. Davay faqat hozir nima deysalaring ham o'sha Montanadagi biblioteka haqida, keyin qanaqadir range bir narsa haqida shunaqa gapiradi. Shuni ingliz tilida gapirib beringlar. Bizga interesno desam, Hasan ham Husan ham to'xtamasdan shunaqangi chiroyli ingliz tilida gapiryapti. Uni ichida emotsiyalar bor, boshqa birinchidan demasdan shunaqangi chiroyli gapiryapti. Umuman bez aksentda, amerikanskiyligida. Shunaqa xursand ketdim. Gapni ochig'ini aytaymi. Shuni ko'zimga yosh chiqib ketdi. Yulduz deganda, voy bolajonlarim, biz 2-3 oydan beri ingliz tilini o'rganishni hozir boshlaganmiz. Qanday bo'layotgan desak, bular shunaqangi maza qilib gaplashyapti deb Xudoga ming qatla shukr. Shunga aytdim, Hasan sizlar yoshliklaringdan dedim, har xil matematika, ingliz tilini allalarini eshitib katta bo'lgansizlar dedim. Konstitutsiya. Keyin shuni qanaqa desa aytib bersak, maza qilib kulibdi. Shuni hozir kakraslarga aytay. Endi bu 2005-yilda gaplari. Hasan Husan 1 yoshlar bo'lgan, 6 oy bo'lgan shunaqa paytlari. Endi Hasan Husanni katta qilish oson emas. Bu tez yig'laydi, boshqa qiladi. Qonni to'ymay yurgan ekanda, endi Yulduz endi bitta ayolda suti bittaga arang yetadi. Bu ikkovini emizish kerak. Keyin bilsa qonni oshqaga kerak. Shunga keyin non-pan, pechene qilib o'tib berib turardik-da. Endi magazinda nimadir smislar sotsa kerak. Endi shu payt sharoit bunaqaroq bo'lgan, biz olmagan ekanmiz. Shunda hattoki shu 2005-2006-yilda hammada kir moshina bo'lganda ham shu kir moshina ololmagan ekanmiz-da. Shunda Yulduz 1 soatlab kir yuvardi. Qizlarning kiyimini, bolalar kiyimini, bizning kiyimimiz shunaqa. Shunda Yulduz ko'pincha bolalarim Ra'no, sen bu xonada Hasanni, Nigora bu xonada Husanni, sen unaqa allaqib aytib uxlatgan deydi-da. Keyin voy biz dars qilishimiz kerak, u bu deydi. Keyin men aytadimki, shu darsingda allaqib aytgan deydi. Esimga tushib ketdi. Esiga tushdimi? Tushyapti. Shuni senga o'zi aytmoqchi edim, mayli, birdan storiesda hozir aytaman. Shunda misol uchun Ra'no bitta xonada yotibdi. Misol uchun Ra'no kakras 6-sinf, 7-sinf paytlar misol uchun geometriyadan teorema, aksiomalar darsi o'tyapti. Agar nima deydi? Agar yodimdan chiqmagan bo'lsa, pand bermasa, misol uchun tangens to'g'risida bir narsa yodlash kerak. Masalan, tangens degani nima degani? Bu teorema. Teorema degani bu isbotlanmaydigan, aniq qoidaga kelib bo'lgan o'sha geometriyaning qonun qoidalari teorema deyiladi. Teorema degani tarjimasi ham nima deydi? Isbotlamayman, qaramayman, bo'ldi deganida. Xuddi shunday tangens, misol uchun tangens adashmasam shunaqa edi. Alfa burchak qarshisida yotgan katitning yopishgan katitga nisbati shu burchakning tangensi. Yo'q, dada, men o'zim ham bilmayman. Endi misol uchun yoki alfa burchak qarshisida yotgan gipotenuzaning shu burchakga nisbati shu burchakning katangenisi deyiladi. Shuni keyin Ra'no shuni allalab yodlardi-da. Alfa burchak qarshisida yotgan alla yopishgan katitga nisbati alla Hasan bo'ldi-ku, alla nisbati shu burchakning tangi alla keyinchalik esda qolar ekan. Shu doim pozitivni yashab, yumorlar bilan, xursandchilik bilan mana shunaqangi qilib yashasa, odam umrini oxirigacha yaxshi kayfiyatda yuradi. Shuning uchun bolalarimiz hozirgacha ham Ra'no ham shuncha aqlli yuzlari bitirgan, Nigora ingliz tilidan qanaqadir kompaniyada ishlaydi, Kamola qizim to'yxonalar yurgizadi, minglab mehmonlar, Hasan Husanlar bextlarda yuradi, boshqa, lekin baribir ichidan soddaligi borligidan men xursand bo'lib ketaman. Shuning uchun hammaga o'sha pozitivlik hamroh bo'lsin-da, kulgudan ayirmasin. Omon bo'ling. Sog' bo'ling.